Zahro, shu ko'rpalar eskirib qoldi. Shu desang, almashtirsak. Voy, bu to'shaklar men uchun qanchalik qadrli ekanligini bilasizmi? Onajonim o'z qo'llarida, o'zlari paxtalarini solib, o'z qo'llarida qo'yganlar bu to'shakni. Almashtiraman deyishga qanday haddingiz bordi sizni dadasi? Bu to'shaklar onamdan yodgorlik. Zahro, tavba qilin deb gapirgin, onang tirik. Tirik. Qiberar yana yangisini. Qibermasa o'zimiz qilamiz. Bitta ko'rpani deb dodvoy qilmagin. Sizni qanday haddingiz sig'di shunga dadasi? Onam 18 yil avval qancha orzu havaslar bilan bolam bir umr yotib turadi mana shu to'shaklar deb qilgan. Esdalikda dodvoy solyapsan. Qani o keleli paytingdagi ko'ylaklaring? U ham latta, bu ham latta. Qani o'sha ko'ylaklar? U ko'ylaklar eskirdi, u kichkina bo'lib qoldi, tashladim. Deganingiz to'shakka nima aloqasi bor? Chunki u ham latta, bu ham latta. Almashtirsak yaxshi emasmi? Yangisi bo'lsa yaxshi emasmi? Yo'q. Onam qilgan to'shaklar almashtirmaysiz. O'tiramiz mana shunda. Onamni nafasi kelib turadi. Nima qilyapsiz? Ko'rpa taklif nima qilardim? Uyalmaysizmi dadasi? O'tgan safar aytdim sizga. Bu ko'rpalarni hozir beraveradigan bo'lsangiz, mana onajonimning qalbi og'riydi, qalbi. Mana onangni o'zi galasiga jo'natgan. Eshit. Bekzodjon, mana necha marta aytdim. Shu ko'rpachalaringni almashtir deb. Yo'q, bular menga sizdan esdalik devoradi. Yo'q. Siz mana onamni majburlagansiz. Onangni majburlab gapirtirsa bo'ladimi? Ulamay ula. Farqi qalay. Eskisini beramiz, yangisini olamiz. Nimaga tushunmaysan ha bu to'ba? Mana Feruzaxonga ko'rpachalarni berdim, yangi qilib berdi. Qolaversa, ustiga mana g'ilofon qo'yib berdi, uyimiz rangiga moslab. Feruzaxon? Feruzaxon, shinam ko'rpachalar profilli egasi. Ana endi onamdan qolgan ko'rpacha demassan? Zato ichidagi paxtalari onamdan yodgorlik. Ha, onalarini, sizlarni ham onanglardan qolgan mana shunaqa ko'rpachalar bormi? Kommentga yozib. Ko'rsataman, sizga oyni chehrasini ko'rsataman.